Assalomu alaykum ahli YouTube aka-ukalar, ag'ayinlar, gruppa padilish saqingizlar, aynalar. Laji bo'lsa, Amina приложениесini skachat qilib Saxrovaga boringizlar. Amina приложениесini skachat qilmasa Saxrovaga bormangizlar. Adamlar shayxdan xijolat bo'ldi. Mana. Inshaalloh zo'r ekan. Assalomu alaykum aka-ukalar, qavm qarindoshlar. Kirgizmayapti. Hozir danni время. Amina приложениелeringiz bo'lmasa kirgizmayapti. Nima deyman ag'ayinlar? Qancha bo'lsa bir-birlaringizni kidat qilmangizlar. Ko'p bolalar menga telefon qilib yatira. Ol kidat qildi, bul kidat qildi deb turib. Haz chiqarsam yana sharminda bo'lasizlar. Chunki mana shu mening ogohlantirishim, последний ogohlantirishim. Bundan keyin uje boshlaymiz. Bu nima desam, Kalxazabad, Yavan shu territoriyalardan juda ko'p bo'lyapti-da. Ag'ayinlarga, sholarga jibertib qo'yingizlar, sharminda bo'lmasdan ko'ra pullarni bersin. Birovning puli birovga jaqmaydi hech qachon. Bu yoqdan bo'lmasa bu yoqdan chiqib ketadi. O deydi, misol uchun birov chiqibdi, shayxning adresi qayerda? Shayx hamisha Kuzminkada yashagan va yashab keladi. Mening uyim shu yerda, joyim shu yerda. Men Kuzminkada yashayman. Lekin o'ylamangizlarki, shayx birovdan qo'rqadi, birovdan aloq qiladi deb turib. Men birovdan qo'rqadigan joyim yo'q. Lekin birovni kidat qilmangizlar, men chiqarmaying sizlarda. Birovlaringiz chiqarmang. Men lishna chiqarishdan bezor bo'lib ketganman. Menga foydasi yo'q. Men birovdan 1 so'm pul olib turib, men chiqarmayman. Bir rubl pul olmayman. Agar bergan odam bo'lsa, dokazat qilib bersa, men shayxga pul tayladim deb turib. Lekin kidat qilmangizlar birovda. Aynalar nasibsa yaqin kunlarda yangi ijodlarimiz bilan chiqamiz, Xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab tursangizlar, bo'ldi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'zlaringizni asrangizlar.